Bugun sizlar bilan boksimizning ichida nima borligini ko'ramiz. Birinchisi juda ham shirin bo'lgan mini qanotli kosmetika. Keyingisi ko'zlaringiz uchun uyqu maskasi. Orqasi rezinkali, matosi bo'lsa juda ham mayin. Keyingisi bo'lsa shunaqa bantikli kart holder. Zamokli joyiga даже plyus ham solib qo'yishingiz mumkin. Yuzingizni masaj qilish uchun roller hamda guvasha. Sumkangizda umuman joy olmaydigan ham oyna ham tarov vazifasini bajaradigan oynali tarov. Sochlaringizni ushlab turish uchun qanotli klipslar. Rosa hamma joyda trend bo'lgan olchali brelok. Summer Fridays'dan lab uchun balzam. Keyingisi bo'lsa estetichni qizlar uchun. Juda ham chiroyli printdagi 3D stikerlar. Albatta boksimizda bo'lishi kerak bo'lgan narsa bu Swedish. Bunisi ikki taraflama ochiladi. O'sha ko'pchiligi mashhur bo'lgan quyonli balzam. Aynan shu roza uysining hidi juda ham yoqimli. Keyingisi qosh uchun fiksator. Qoshlaringizni chiroyli qilib bir tekis qilib beradi. Juda ham noodatiy ko'rinishga ega bo'lgan pandali krabik. Keyingisi sotuvimizda yangi bo'lgan rumyana. Buni ichida blyoskalar bo'lganligi sababli даже highlighter surmasangiz ham bo'ladi. Yana bitta plyus tomoni oynasi ham bor. Keyingisi bo'lsa uголокlarga surishga juda ham udobli bo'lgan qalamli highlighter. Lab uchun maska va hozirda mijozlarimiz rosa ko'p so'rayotgan 12 ta xadovoy ranglarga ega bo'lgan tenimiz ham bor. O'zi ham rangi ham rosa nежный bo'lgan kapalili krabik. Va oxirgisi bizda shunaqa idishli kist. O'zi juda ham yumshoq va idishda bo'lganligi sababli rosa udobli. Orqasida 3 ta kichkina kistlari ham bor. Boksimizning ichidagi hamma narsa sotuvda bor. Bemalol zakaz berishingiz mumkin.